Choy ichasizmi? Choy. Ko'mirli choy. Qarang, shahar markazida o'rta eng sentralniy ko'cha bular. Shahar markazida shunaqa ko'mirli choy qaynatadi. Va hamma ichadi Iroq choyi. Bu Iroq choyi bu davlatda traditsiya bo'lib qolgan odamlarga. Ko'mirda qaynatilgan choy va bu choy bir odamning aytishi bo'yicha 2010-yilda eslayman deydi. 2010-yilda ham 250 dinor edi va hozirgacha 250 dinor. Narxi o'zgarmaydi. Mana shu saqlab qolgan deydi. Hamma choy ichyapti, qarang. Xudo. Bizda ham choychilar. Yaxshi biznes bu. Deganimki, nimadir choydan foyda qilmaysiz. Bu yerda foyda qiladigani mana bu narsalar. Choyda 250 ushlab turasiz. Yoniga bitta shirinlikni 100 so'mga olganingiz 300 so'mga shirinlik sotasiz. Yoniga qo'shib, balkim boshqa narsadir. Bu mana shunday qilib marketing qilinadi. Choydan foyda qilasiz. Foyda qilishingiz ham arzimagan pul qo'yib qo'yasiz. Menda choy 250 so'm. Hamma choy bitta arzon ekan dedi. Yoniga qo'shimchasini qo'yib qo'yasiz. Shunday qilib ish qilinadi. Bag'dodda hamma yoq tinch. Bag'dodda yana bir narsa. Mashinalar qarang, hammasi kir. Birorta shahar ichida mo'yka ko'rmadim. Cobalt bor ekan, Cobalt. Sababi suv yo'q. Suv tanqichilligi bor, shuning uchun hamma mashinalar kir. Ming dahshat mashina bo'lsin, kir bo'lsa baribir ishga orada. Juda kamdan kam mashinalar toza bo'ladi va yuvish ham va uylarda ham tomlarda qarasiz faqat bachoklar turadi. Yana bir muammo shahardagi muammo demaylik-ku. Yetishmovchilikda bu ham svet muammosi bor. Har bir binoning podvalida yo bekitgan joyda neft arzonligi uchun dvijok qo'yishgan, dvijok bilan boshqariladi. Svet o'chib qoladi, sraz dvijok yonadi. Benzin hamma yoqda ishlatiladi. Salarka bilan dvijoklar qiladi. Va choy foydasi pribili. Bag'dod